Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari 3-qism kitobining 19-mavzusi harakatga doir masalalar mavzusi bilan tanishamiz. Bu mavzuda kerak bo'ladigan bitta formuladan bittasi bu o'rtacha tezlik formulasi. O'rtacha tezlikni topishimiz uchun bizga kerak bo'ladi butun masofa va butun vaqt. Butun masofa bilan butun vaqtni nisbatini olsak, o'rtacha tezlikni beradi. Demak, bu mavzuni o'tishda bu mavzuni ikkiga bo'lib o'tgan afzal. Birinchi qismda yarmini, ikkinchi qismda yarmini o'tgan yaxshi. Har bitta masalani o'rgatishdan oldin o'quvchi uchun yechish uchun 5 minut vaqt berib, keyin yechim ko'rsatgan yaxshi. Demak, boshladik. Birinchi masala. Mashina 11 dan 14:00 gacha jami 150 km masofani, shundan so'ng 16:00 gacha 80 km masofani o'tdi. Demak, umumiy uning shu vaqt mobaynidagi o'rtacha tezlikni topyapti. Umumiy masofani topamiz. 150 km, 80 km qo'shsak, jami 230 km masofani bosib o'tyapti. Ikkinchisi 11 dan 16 gacha, 16 dan 11 da ayirsak 5 soat vaqt sarflayapti. Demak, butun masofani butun vaqtga bo'ladigan bo'lsak, 23 ga 5 4 ta bor, 33 ga 6 ta bor. 46 km taqsim soat o'rtacha tezlik chiqadi. Keyingisi sayyoh 4 km taqsim soat tezligi bilan 2 soat. 4 kere 2, 5 km taqsim soat tezligi bilan 3 soat. 5 kere 3, 7 km taqsim soat tezligi bilan 1 soat. 7 kere 1. Jami 8, 15 ni qo'shsak 23, 7 ni qo'shsak 30 km masofani bosib o'tdi. Umumiy qancha vaqt? 2 soat, 3 soat, 1 soat. Qo'shsak 6 soat vaqt sarfladi. O'rtacha tezligini topyapti. 36 ga bo'lamiz 5 km taqsim soat degan javob chiqadi. Keyingisi 3-masala. Sardor yugurish musobaqalariga tayyorlanyapti. Bir kuni u mashg'ulotda 9:21 dan 9:26 gacha 8 metr taqsim sekund tezlik bilan. Demak, 26 dan 21 desak 5 minut, bu 5 kere 60 300 minut bo'ladi. 300 sekund bo'ladi. 300 sekund davomida 8 metr taqsim sekundni yuradi. Ya'ni sekundiga 8 metr. 300 sekundda 300 sekund davomida 8 metr taqsim sekund bilan yuryapti. 3 kere 8 demak 24, 2400 metr masofani bosib o'tdi. Ikkinchisi 9:26 dan 9:41 gacha 15 minut, 15 kere 60 900 sekund bo'ladi. 900 sekund ichida 12 metr taqsim sekund tezlik bilan yuryapti. Bu 108 2 ta 0 bilan 10800 metr bo'ladi. Bizga o'rtacha tezligini metr taqsim minutda topyapti. Umumiy masofani topamiz. 10800 ga 2400 ni qo'shsak 13200 metr masofa, 13200 metr bo'ladi. Umumiy vaqt dastlab 5 minut, keyin 15 minut. Jami 20 minut vaqt bo'ldi. Shunda 13200 ni bo'lamiz 20 ga. Nollar qisqarib ketadi. 13 ichiga 6 bor, yana 6, 660 metr taqsim minut degan javob kelib chiqadi. Keyingisi 4-masala. Velosipedchi 15 km taqsim soat tezlik bilan 3 soat yurdi. Bundan biz nimani topsak bo'ladi? 15 ni 3 ga ko'paytirsak qancha masofani bosib o'tganini topsak bo'ladi. Xo'p, keyin qandaydir tezlik bilan 4 soat yurdi, masofasini bilmaymiz. Uchinchisi, agar uning o'rtacha tezligi 19 km taqsim soat bo'lsa, deyapti. Xo'p, o'rtacha tezlikni topishni nima qilamiz? Butun masofani butun vaqtga bo'lamiz. Shunda o'rtacha tezlik chiqadi. Teskari tomon o'ylasak, butun vaqt topishimiz uchun o'rtacha tezlikni butun masofani topish uchun o'rtacha tezlikni butun vaqtga ko'paytirishimiz kerak. Butun vaqt 3 soat dastlab, keyin 4 soat. Jami 7 soat. Xo'p, 19 kere 7 63 6 13 133 km bo'ladi. Mana bu yerdagi butun masofani topsak bo'ladi. 133 dan ayirib tashlaymiz 45 ni. 8 88 bo'ladi. Shunda ikkinchi qismda 88 km yurgan necha soatda? 4 soatda. 88 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 22 km taqsim soat bo'ladi. Ikkinchi martadagi tezligi 22 bo'ladi.
Keyingisi kater oqimga qarshi 4 soatda. Katerning tezligini x, oqimning tezligini y desak, oqimga qarshi yursa, kater tezligidan oqim tezligini ayiramiz. 4 soatda 80 km yursa, 1 soatda topishun 80lik o'rniga bo'lamiz. 20 km taqsim soat tezligi bilan yurayotgan ekan. Kater tezligi 25 deyapti. X 25 deyapti. 25 dan nechini ayirsak 20 chiqadi. Uni topishimiz uchun 25 dan 20 ni ayiramiz. 5 km taqsim soat tezlik ekan oqim tezligi. Bizga shu oqim tezligini so'rayapti. Javob 5 ni o'zi bo'ladi. Hop, keyingisi 6-masala. Katerning turg'un suvdagi tezligi degani bu katerning tezligining o'zi 23, oqim tezligi 3. Kater oqim bo'ylab 5 soatda yurdi. Oqim bo'ylab yursa tezliklari qo'shiladi. Ya'ni 23 ga qo'shishimiz kerak 3 ni. 28 km taqsim soat tezligi bilan yuryapti kater. 5 soatda qancha yuradi deyapti. 28 ga 5 ni ko'paytiramiz. 140 km masofani bosib o'tadi. Keyingi masala, kater oqimga qarshi 3 soatda 33 km, oqim bo'ylab 4 soatda 50 km yurdi. Uning turg'un suvdagi tezligini top deyapti. Demak, oqimga qarshi yursa tezliklari ayriladi. X minus y teng 33 ni 3 ga bo'lsak 11 bo'ladi. Oqim bo'ylab yursa x plus y teng 13 bo'ladi. Shu yerdan tanlab topsak ham bo'ladi yoki sistema aytsak bo'ladi. X teng 12, y teng 1 chiqadi shunda. Uning turg'un suvdagi tezligini top deyapti. Demak, bu 12 bo'ladi. Ya'ni soatiga 12 km. Mana bu yerda 23 ga qo'shsak 26 bo'ladi. 26 kere 5 130 bo'ladi. Xo'p, 8-masalada mana bu ifodani topishimiz kerak. Xo'p, qaraymiz. Bosib o'tilgan masofa oqim bo'ylab 180 km yurgan. Oqim bo'yicha harakat mana bu 9. Demak, 180 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak 20 km taqsim soat chiqadi. Bu oqim bo'yicha tezlik. Mana bu 20 km taqsim soat chiqar ekan. Oqimga qarshi 360 km yurgan 18 km taqsim soat tezlik bilan. Buni vaqt topsak bo'ladi. 360 ni bo'lamiz 18 ga, bu 20 chiqadi. Ya'ni 20 soat ekan. Endi turg'un suvdagi tezligi A, oqimning tezligi B. Oqimga qarshi yursa A ga B ni qo'shamiz, 20 chiqish kerak. Oqim bo'yicha yursa A ga B ni qo'shamiz, 20 chiqish kerak. Oqimga qarshi yursa A dan B ni ayiramiz, 18 chiqish kerak. Bu yerdan A bilan B topolsak bo'ladi. A 19 chiqadi, B teng 1 chiqadi. Bo'ldi. Hammasini topdik. A ko'paytiruv B. A ko'paytiruv B plus C ko'paytiruv D. A 19, B 1 plus C 20 chiqdi, D 20 chiqdi. Qo'shadigan bo'lsak bu 419 degan javob chiqadi. Hop, keyingisi mashina 240 km yo'lning 3 dan 1 qismini, ya'ni 3 ga bo'lib 1 ko'paytirsak 80 km qismini 40 km taqsim soat tezligi bilan 4 dan 1 qismini 4 ga bo'lib 1 ko'paytirsak 60 km chiqadi. 60 km taqsim soat tezligi bilan 80 ga 60 qo'shsak 140, 240 dan 140 tashsak 100 km masofa qoladi. 50 km taqsim soat tezligi bilan yurdi. Mashina jami necha soat yurdi deyapti. Demak, 80 ni birinchi bo'lamiz 40 ga plus 60 ni bo'lamiz 60 ga plus 100 ni bo'lamiz 50 ga. Shunda vaqtlar chiqadi. Mana bu 2, mana bu 1, mana bu 2. Jami 5 soat yo'l yurgan ekan mashina. Keyingisi 10-masala. A va B shaharlar orasidagi masofa 180 km. Bu shaharlardan bir-biriga qarab ikkita mashina yo'lga chiqdi. Bunda birinchi avtomobilning tezligi 70 km taqsim soat. Demak, mana bu A shahardan 70 bilan B shahardan esa 60 km taqsim soat tezlik bilan mashinalar yo'lga chiqdi. Demak, ular bir-biriga qarab harakatlansa 70 ga qo'shamiz 60, 130 km taqsim soat tezlik bilan yaqinlashyapti. 2 soatdan keyin 130 ni ko'paytiramiz 2 ga. 260 km ga yaqinlashadi. Natijada x topsak bo'ladi.
380 dan 260 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 120 chiqadi x. 4 soatdan keyin nima bo'ladi? 130 ni ko'paytiramiz 4 ga, bu 520 bo'ladi. 520 dan 380 ni ayirib tashlasak, y chiqadi. Xo'p, 420 ga 40, 140 chiqadi. Bu y. Bizga so'rayapti y minus x ni. 140 dan 120 ni ayir deyapti, bu 20 chiqadi. Hop, keyingi masala 11. A, B, C shaharlar bir yo'l ustida joylashgan. Qizil, yashil, ko'k rangli mashinalar tezliklari mos ravishda 55. Mana buni tezligi 55. Yashilning tezligi 20. Ko'kning tezligi 35. A, B va B, C yo'llarning uzunliklari mos ravishda 300 va 60. Mana bu masofa 300 ekan. Bu masofamiz 60 ekan. Mashinalar ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha harakatni bir vaqtda boshladi. Qizil va yashil mashinalar uchrashgan nuqta B shahardan x kilometr masofada joylashgan. Xo'p, birinchi bo'lib qizil bilan yashilni uchrashtiramiz. Ular bir-biriga qarab yuryapti. 55 ga qo'shamiz 20 ni 75 kilometr taqsim soat tezligi bilan yuryapti. Jami orasidagi masofa 300 bo'lgani uchun 375 ga bo'lsak, ular 4 soatda uchrashadi. B shahardan qanchadir masofada deyapti. B shahardan x kilometr masofada deyapti. O'sha x ni topishimiz uchun biza bu masofani, x masofani yashil mashina 4 soat harakatlangan bo'ldi. Shunda x chiqib keladi bizaga 80 ekanligi. Keyingisi ko'k va yashil mashinalar uchrashgan nuqta. Endi ko'k bilan yashilni harakatini o'rganamiz. Xo'p, ko'k bilan yashil bir-birini qo'yapti. Ya'ni ko'k yashilni qo'yapti. Shunda tezliklar ayriladi. 15 kilometr taqsim soat tezlik bilan yaqinlashyapti ular 1 soatga. Ular uchrashish uchun 60 ni bo'lamiz 15 ga 4 soat vaqt kerak bo'ladi. B shahardan y kilometr masofada deyapti mana. B shahardan y kilometr masofada deyapti. Bu ham xuddi shunaqa. Demak, bu y masofani topishimiz uchun yashil mashina 20 kilometr taqsim soat tezlik bilan 4 soat harakatlanyapti. Umumiy hisobda 80 kilometr yuradi. Y ni ham topdik. Undan keyingisi hop. Mana bu 60 edi. Keyingisi qizil va ko'k mashinalar uchrashgan nuqta B shahardan Z kilometr masofada joylashgan. Qizil bilan ko'kni uchrashtiramiz endi. 55 ga qo'shamiz 35 ni jami 90 bilan yaqinlashyapti. Orasidagi masofa 360 kilometr. 360 ni bo'lamiz 90 ga. Shunda 4 soat vaqt kerak bo'ladi. 4 soatdan keyin ular uchrashgan. 4 soatdan keyin qancha masofani bosib o'tgan desa, birinchi bo'lib 35 kilometrni ko'paytiramiz 4 soatga. 140 kilometr bo'ladi. 140 kilometrdan mana masofani olib tashlasak, uchrashish joyi B shahardan qancha uzoqdalik kelib chiqadi. Shunda z ni topishimiz uchun 140 dan 60 ni olib tashlaymiz. Bu 80 chiqadi. Endi bizga so'rayapti x plus y minus z ni so'rayapti. 80 qo'shuv 80 minus 80 ni so'rayapti. Buni javobi 80 chiqadi. Tamam. 11-masalamiz javobi 80 ekan. Keyingi masalamiz A va B shaharlar orasidagi masofa 240 kilometr. Mana A shahar, mana bu B shahar. Orasidagi masofa mana bu o'zim. Shu 240 kilometrga teng. A shahardan B shaharga qarab 9:00 da birinchi sayyoh, demak soat 9:00 da birinchi sayyoh 80 kilometr taqsim soat tezligi bilan yo'lga chiqdi. Oradan 24 daqiqa vaqt o'tib, A shahardan o'sha yo'nalishda 96 kilometr soat tezlik bilan ikkinchi sayyoh yo'lga chiqdi. Demak, xo'p, 80 kilometr taqsim soat tezlik bilan chiqayotgan mashina 1 soatda 80 kilometr yuradi. Ya'ni 60 minutda 80 kilometr masofani bosib o'tadi. Buni soddalashtiramiz. 10 ga qisqartirsak, 6 minutda 8 kilometr masofani bosib o'tadi. 24 daqiqa o'tib deyapti. 24
minutdagi qancha masofani bosib o'tishini topish uchun mana 6:24 uchun 4 ga ko'payapti. Demak, buni ham 4 ga ko'paytiramiz. 32 kilometr masofani bosib o'tadi. Ya'ni qancha mana bu 32 kilometr masofani bosib o'tadi. 32 kilometr masofani bosib o'tdi. 80 kilometr bilan harakatlangan mashina mana bu qanaqadir x nuqtaga kelib qoladi. Shundan keyin o'sha yo'nalishda 96 kilometr taqsim soat tezlik bilan ikkinchi sayyoh yo'lga chiqdi. Orqadan 96 kilometr bilan ikkinchi sayyoh yo'lga chiqdi endi. Xo'p, ikkinchi sayyoh birinchi sayyohni quvib o'tganida, ya'ni ular uchrashganda bir-birini quvsa, tezlikni ayiramiz. 96 dan ayiramiz. Uning tezligi 80 dan ayiramiz. 16 kilometr taqsim soat bilan quvib yaqinlashyapti ikkinchi mashina. Orasidagi masofa 32 kilometr bo'lgancha 32 ni 16 ga bo'lamiz. 2 soatdan keyin uchrashadi bular. Xo'p, 2 soatdan keyin uchrashsa, bu qancha yuradi? 2 soatdan keyin uchrashsa, mana bu 80 bilan harakatlanayotgan mashina 2 soatda jami 160 kilometr masofani bosib o'tadi. B shaharga yetish uchun yana qancha masofasi qoldi? Xo'p, jami 240 kilometr masofadan 160 ta tashlasak 80. 80 dan 32 ni tashlasak, mana bu B shahargacha yana 48 kilometr masofa qoldi. Xo'p, ikkinchi sayyoh birinchi sayyohni quvib o'tganda qancha vaqt o'tib, birinchi sayyoh B shaharga yetib keladi, deyapti. Demak, birinchi sayyoh 48 kilometr masofani qancha vaqtda bosib o'tadi, deyapti. U 60 minutda 80 kilometr, 6 minutda 8 kilometr yurishini bilamiz. 6 minutda 8 kilometr masofani yurishini bilamiz biz. Shunda 48 kilometr masofani bosib o'tish uchun qancha vaqt kerak? Bu 6 ga ko'payapti, bu ham 6 ga ko'payapti. Demak, 36 minut vaqt kerak bo'ladi. 12-masalamiz javobi 36 ekan. Hop, keyingi masalamiz 13-masala. A shahardan yuk poyezdi 50 kilometr taqsim soat tezlik bilan yo'lga chiqdi. Mana bu A shahar. 12 soatdan keyin esa shu shahardan qarama-qarshi yo'nalishda. Demak, mana bu yerga 12 soat ichida 50 12 ga ko'paytirsak 600 kilometr masofani bosib o'tdi. Bu 50 kilometr taqsim soat tezlik bilan ketyapti hali ham. Bu yoqqa qarab 50 bilan ketyapti. Yo'lovchi poyezdi yo'lga chiqdi. Agar yo'lovchi poyezdining tezligi yuk poyezdining tezligidan 20 kilometr kub bo'lsa, demak bu yoqqa qarab harakatlanayotgan mashinani tezligi 70 ekan. 20 kilometr kub bo'lsa 70 bo'ladi. Necha soatdan keyin ular A shahardan teng uzoqlikda bo'lishadi, deyapti. O'sha x soatdan keyin bo'lsin. X soatda bu 50 ko'paytiruv x masofani bosib o'tadi, 50x masofani bosib o'tadi. Bu esa 70 ko'paytiruv x 70x masofani bosib o'tadi. Shunda 70x teng bo'lishi kerak 600 plus 50x ga. Tenglamay aytamiz. 50x bu yoqqa o'tadigan bo'lsa 70 dan 50 dersak 20x bo'ladi. Bu 600. X topishimiz uchun 600 ni 20 ga bo'lamiz. 30 soatdan keyin ikkilasini bosib o'tgan A shahardan uzoqliklari bir xil bo'lib qoladi. Demak, 13-masalamiz javobi 30 ekan. Hop, keyingi 14-masala. Oralaridagi masofa 414 kilometr bo'lgan A va B shaharlardan, mana bu A shahar, bu B shahar. Orasi 414. Birinchi ikkita bir-biriga qarab ikkita avtomobil yo'lga chiqdi. Birinchisining tezligi 75, buning tezligi 75, ikkinchisining tezligi esa 60. Ular 2 soat yo'l yurgandan keyin qolgan masofani bir xil tezlikda yurdi. Demak, ular bir-biriga qarab yursa 75 ga qo'shamiz 60 ni 135 kilometr taqsim soat tezlik bilan yuradi. 2 soatda 135 ni ko'paytiramiz 2 ga. 270 kilometr masofani bosib o'tadi. Shunda orasida qancha masofa qoldi? 414 dan 270 tayyorib tashlaymiz. 4 dan 0 ayirsak 4. Hop. 11 dan 7 ayirsak 4. 3 dan 2 ayirsak 1. 144 kilometr masofa qoldi. Qolgan shu 144 kilometr masofani ikkita mashina 1 soatda bosib o'tgan, bir xil tezlikda. Demak, tezliklari bir xil bo'lsa, 144 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz.
72 kilometr taqsim soat tezlik bilan yurgan kelasiz. Bu 72, bu 72 yurgan, natijada ular 144 kilometr masofani bosib o'tgan. Bizga birinchi avtomobilning o'rtacha tezligini top deyapti. Xo'p, o'rtacha tezligini topishimiz uchun butun masofani butun vaqtga bo'lishimiz kerak. Birinchi u butun masofani topib olamiz. Birinchi mashina 60 kilometr taqsim soat tezlik bilan 2 soat yurdi. Keyin 72 kilometr taqsim soat tezlik bilan 1 soat yurdi. Shunda 120 qo'shamiz 72. 192 kilometr masofani bosib o'tdi. Necha soatda? 2 ga qo'shamiz 1 ni 3 soatda bosib o'tdi. Ha yo'q, bu ikkinchi mashina ekan. Mana buni o'rniga biz 75 qo'yishimiz kerak. Birinchi avtomobilning deyapti. Shuning uchun mana bu 75 qo'yamiz. 75 qo'ysak, shunda 75 ga 2 150 bo'ladi. Qo'shamiz 72 ni. 222 kilometr masofani bosib o'tgan umumiy necha soatda? Birinchi 2 soat yurgan, keyin 1 soat yurgan, 3 soat yurgan jami. O'rtacha tezligini topib deyapti. Shu 222 umumiy masofani umumiy vaqtga urib qo'yamiz. 22 ni ichiga 3 7 ta bor, 21 ayirsak 12 ichiga 4 ta bor. Demak 74 kilometr taqsim soat ekan birinchi mashinaning o'rtacha tezligi. Demak, sinf ishini 1 dan 14 gacha o'quvchilar bilan ko'rib chiqqandan keyin birinchi dars yetarli bo'ladi. Uyga vazifani ham xuddi shunaqa ishlaganlarimizni berib yuboriladi. Uy qismini ham shu 1 dan 14 gacha berib yuborsanglar, keyingi safar ikkinchi qismini o'tamiz. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.